Bugun men pensionerlar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Ayrim holatlarda pensiyadan ushlab qolingan yoki noto'g'ri hisoblangan pullar pensionerlarga qaytarilishi mumkin. Bu ma'lumot faqat bitta odamga emas. Nafaqa olayotgan har bir fuqaro, ota-onasi, pensioner bo'lgan har bir oila nogironlik pensiyasi, yoshga doir pensiya yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlarga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato tufayli odamlar oyma-oy pul yo'qotib yurishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday muhim masalalarni oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Men ko'p murojaatlarda bitta holatni ko'raman. Pensioner o'ziga qancha pensiya tayinlanganini biladi, lekin nima uchun ayrim oylar kamroq pul tushganini, nima uchun qayta hisob-kitob bo'lganini yoki nima sababdan avval ushlab qolingan mablag' qaytarilishi kerakligini aniq tushunmaydi. Ba'zilar bank kartasiga tushgan summani ko'radi, tamom deb o'ylaydi. Lekin pensiya hisobida xatolik bo'lishi, hujjat kech topshirilishi, ish staji noto'g'ri kiritilishi, ish haqi ma'lumotlari to'liq olinmasligi, qo'shimcha ustamalar hisobga olinmasligi yoki asossiz ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Avvallari ko'p pensionerlar bunday farqni sezsa ham qayerga murojaat qilishni bilmas edi. Ba'zilar mahallaga borardi, ba'zilar bankka borardi, ba'zilar esa davlat hisobladi, demak to'g'ri deb indamay yurardi. Aslida pensiya summasi insonning ish staji, ish haqi, imtiyozlari, nogironlik guruhi, qaramog'idagi shaxslar, mukofot va ustamalar, ayrim davrlardagi sug'urta badallari, qonunchilikdagi o'zgarishlar asosida hisoblanadi. Shu zanjirning bir joyida ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, natijada pensioner kamroq bo'lishi mumkin. Hozir esa eng muhim o'zgarish shundaki pensioner o'z pensiyasi qayta hisoblanishini talab qilishga. Noto'g'ri ushlab qo'lingan yoki kam to'langan mablag' bo'lsa, uni qaytarishni so'rashga haqli. Men buni juda aniq aytaman. Pensiya tayinlangandan keyin ham hamma narsa yakunlandi, endi hech narsa o'zgarmaydi degan tushuncha noto'g'ri. Agar yangi hujjat topilsa, ish staji tasdiqlansa, avval hisobga olinmagan ma'lumot aniqlansa yoki ushlab qolish qonuniy asosga ega bo'lmasa, masalani qayta ko'rib chiqish mumkin. Eng avvalo, pensioner o'z pensiyasining tarkibini bilishi kerak. Masalan, sizga 1 million 200 ming so'm pensiya chiqdi deylik. Bu summa havodan olinmaydi. Unda bazaviy hisob, ish staji, o'rtacha oylik ish haqi, qonunchilikda belgilangan ustamalar, ayrim imtiyozlar va indeksatsiyalar bor. Agar siz 35 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin hujjatda 29 yil ko'rsatilgan bo'lsa, bu to'g'ridan to'g'ri pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Agar siz zavodda, maktabda, shifoxonada, kolxozda, qurilish tashkilotida yoki boshqa korxonada ishlagan davringizni tasdiqlovchi hujjatni keyin topgan bo'lsangiz, bu sizga qo'shimcha pul olib kelishi mumkin. Men oddiy misol keltiraman. Faraz qilaylik. Opa 1990 yildan 1997 yilgacha tikuvchilik fabrikasida ishlagan. Pensiya tayinlanayotganda arxidan ma'lumot chiqmagani uchun bu 7 yil staj to'liq hisobga olinmagan. Opa 3 yil pensiya olib yurdi. Keyin sobiq hamkasbi orqali arxivda ma'lumot borligini bildi. Agar o'sha davr rasman tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanadi. Natijada oyga masalan 1,5 ming so'm farq chiqishi mumkin. Agar bu farq bir necha oy yoki qonun ruxsat bergan davr uchun to'lanishi kerak bo'lsa, opaga bir martalik qaytariladigan summa ham yuzaga keladi. Yana bir vaziyat. Aka 40 yil ishlab pensiyaga chiqqan, lekin uning yuqori maosh olgan yillari hisobga olinmagan. Hujjat topshirilganda faqat oxirgi tashkilotdan ma'lumot olingan. Eski korxonadagi yuqori ish haqi haqidagi ma'lumot topilmagan. Keyin aka arxivdan oylik maoshi haqida ma'lumotnoma oldi. Agar bu ma'lumot pensiya hisobida avvalgidan foydaliroq bo'lsa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Bu yerda odamlar ko'pincha men allaqachon pensiyaga chiqqanman, endi kech deb o'ylaydi. Men ekspert sifatida aytaman, hujjat bilan tasdiqlangan ma'lumot bo'lsa, qayta ko'rib chiqish uchun asos paydo bo'ladi. Eng avvalo, pensiyasi kutilganidan kam chiqqanlar diqqatli bo'lish kerak. Masalan, siz 2,5 yil ishlagansiz, lekin pensiyangiz atrofingizdagi ish staji o'xshash odamlarnikidan ancha kam. Albatta, har bir odamning hisob-kitobi alohida, lekin juda katta farq bo'lsa, tekshirtirish kerak. Qo'shni mendan ko'p olmoqda degan gapning o'zi yetarli dalil emas, lekin bu sizga savol berishga sabab bo'ladi. Mening stajim to'liq kiritilganmi? Ish haqi ma'lumotlari to'g'rimi? Qo'shimcha ustamalar hisoblanganmi? Ikkinchi guruh, pensiyasidan har oy ma'lum summa ushlab qolinayotgan odamlar. Masalan, kartaga 1 million 500 ming so'm tushishi kerak, lekin 1 million 200 ming so'm tushmoqda.
Bankdan so'rasangiz, bizga shunday kelgan deyishi mumkin. Pensiya bo'limidan so'rasangiz, qarzdorlik, ortiqcha to'lov, aliment, ijro hujjati, kredit yoki boshqa sabab aytilishi mumkin. Men bu yerda bitta narsani ta'kidlayman. Har qanday ushlab qolishning hujjatli asosi bo'lishi kerak. Pensioner nima uchun ushlab qolinyapti? Qancha miqdorda, qaysi muddatgacha, qaysi qaror yoki hujjat asosida degan savollarga javob olishga haqli. 3-guruh nogironlik pensiyasi olayotganlar. Nogironlik guruhi o'zgarsa, tibbiy mehnat ekspertiza xulosasi yangilansa, mehnat faoliyati yoki parvarish bilan bog'liq holatlar o'zgarsa, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zan odam hujjatni vaqtida topshirmaydi. Natijada to'lov to'xtab qoladi yoki kamayadi. Keyin hujjat tiklanganda ayrim hollarda to'lanmagan davr bo'yicha masala ko'tarilishi mumkin. Lekin buning uchun sabab sana hujjat va qonuniy tartib muhim. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olgan oilalar. Bola voyaga yetishi, o'qishiga kirishi, kunduzgi ta'limda o'qishi, o'qishni tugatishi yoki ma'lumotnoma kech topshirilishi kabi holatlar to'lovga ta'sir qiladi. Agar talaba kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, lekin ma'lumotnoma vaqtida berilmagani uchun pensiya to'xtagan bo'lsa, keyin hujjat topshirilganda qayta hisob kitob masalasi ko'rilishi mumkin. Bu yerda ham og'zaki aytdim yetmaydi. Yozma ariza va tasdiqlovchi hujjat kerak. Agar siz pensiya tayinlanganda barcha aysh staji hujjatlarini to'liq topshirgan bo'lsangiz, pensiya bo'limidan hisob kitobni olgan bo'lsangiz, har oy bir xil tartibda to'lov kelayotgan bo'lsa, asossiz ushlab qolish bo'lmasa va yaqinda qo'shimcha hujjat topilmagan bo'lsa, katta xavotirga tushish shart emas. Lekin men baribir yiliga kamida bir marta o'z pensiya ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'yishni tavsiya qilaman. Chunki qonunchilik o'zgaradi, indeksatsiya bo'ladi, ayrim toifadagi fuqarolarga qo'shimcha to'lovlar belgilanadi. Arxiv ma'lumotlari tiklanadi. Masalan, bir pensioner o'z summasini muntazam oladi, hech qanday kamayish yo'q. Kartasiga belgilangan summa to'liq tushadi. Bunday odam menga ham katta pul qaytarilarkan deb vahimaga tushmasin. Qaytariladigan pul faqat aniq asos bo'lsa paydo bo'ladi. Ya'ni ortiqcha ushlab qolingan, kam hisoblangan, hujjat keyin tasdiqlangan yoki to'lov noto'g'ri to'xtatilgan bo'lishi kerak. Har bir pensionerga avtomatik ravishda pul tarqatiladi degan gaplarga ishonmaslik kerak. Birinchi misol. Otaxon 30 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlashda 5 yillik staj hisobga kirmagan. Sababi eski tashkilot tugatilgan, mehnat daftarchasidagi yozuvda muhr aniq bo'lgan. Otaxon bo'ldi, shunaqa ekan deb 2 yil yuradi. Keyin farzandi arxivga so'rov yuboradi va o'sha 5 yil tasdiqlanadi. Pensiya qayta hisoblanganda o'yiga 120 ming so'm qo'shiladi. Agar qonuniy tartib bo'yicha avvalgi davr uchun ham qayta to'lov berilishi mumkin bo'lsa, otaxon bir martalik bir necha million so'm olishi ehtimoli paydo bo'ladi. Bu yerda asosiy dars mehnat daftarchasidagi bitta noaniq yozuv bilan to'xtab qolmaslik kerak. Ikkinchi misol. Ayol kishi umrining katta qismini maktabda ishlagan, keyin pensiyaga chiqqan. Unga pensiya tayinlanganda ayrim ustamalar ish haqi tarkibiga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Keyin maktab yoki arxivdan batafsil ish haqi ma'lumotnomasi olinadi. Agar o'sha ma'lumotda avval hisobga olinmagan to'lovlar pensiya hisobiga ta'sir qiladigan daromad sifatida ko'rsatilgan bo'lsa, qayta hisob kitob qilinadi. Natijada pensiya 80 ming, 1000 ming yoki undan ko'proqqa oshishi mumkin. Kimgadir bu kichik ko'rinar, lekin pensioner uchun oyiga 100 ming so'm ham dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat uchun muhim pul. 3-misol. Pensionerning kartasidan har oy 20% ushlab qolinmoqda. U buni bank komissiyasi deb o'ylaydi. Aslida ijro hujjati bo'lishi yoki avval ortiqcha to'lov hisoblangan bo'lishi mumkin. Lekin pensionerga bu haqida aniq tushuntirish berilmagan. U yozma murojaat qiladi. Pensiyamdan ushlab qolinayotgan summa sababi, miqdor boshlanish sanasi, tugash sanasi va huquqiy asosini ma'lum qilishingizni so'rayman. Javobda ma'lum bo'ladiki, ushlab qolish muddati allaqachon tugagan. Lekin tizimda o'z vaqtida to'xtatilmagan. Shunday vaziyatda ortiqcha ushlangan pulni qaytarish masalasi ko'tariladi. 4-misol. Bo'g'chisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba har yili o'qish joyida ma'lumotnoma olib kelish kerak bo'lgan. U bir semestr hujjati kechiktirgan, to'lov to'xtagan. Keyin kunduzgi ta'limda o'qiganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma olib kelgan. Bu yerda muhim savol tug'iladi. O'sha davrda haqiqatan ham huquqi bo'lganmi? Hujjat nima sababdan kech berilgan? Tartib qanday? Agar huquq saqlangan bo'lsa va hujjatlar buni tasdiqlasa, to'lanmagan davrni tiklash bo'yicha murojaat qilish mumkin. Eng muhim nozik jihat shuki,
Har qanday pul qaytarilishi uchun men shunday eshitdim yoki hamma olayapti ekan yetarli emas. Hujjat, sana va qonuniy asos kerak. Men ko'p ko'rgan xato shuki, odamlar internetdagi sarlavhani ko'rib, pensiya bo'limiga boradi va menga ham pul bering deydi. Xodim esa qaysi asosda deb so'raydi. Shu joyda pensioner aniq gapira olmasa, murojaat natijasiz qoladi. Shuning uchun har doim o'z holatingizni raqamlar bilan tushuntiring. Ikkinchi nozik jihat. Hamma qayta hisob-kitob ham katta pul beradi degani emas. Ba'zan hujjat topiladi, lekin u pensiya miqdorini oshirmaydi. Masalan, qo'shimcha staj bor, lekin u pensiya hisobida hal qiluvchi ta'sir bermasligi mumkin. Yoki ish haqi ma'lumotnomasi bor, lekin avval hisoblangan davrdagi daromad baribir foydaliroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim tekshirtirish kerak deyman. Lekin natijani oldindan albatta falon million olasiz deb va'da qilish noto'g'ri. Uchinchi nozik shart ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zida pensiya organi pensionerga xatolik tufayli ortiqcha pul to'lab yuborganini aniqlaydi va keyin ushlab qolishni boshlaydi. Bu holatda ham tekshirish kerak. Ortiqcha to'lov haqiqatan bo'lganmi? Pensioner aybdormi yoki tizim xatosimi? Ushlab qolish miqdori qonuniy chegaradan oshmaganmi? Qaror rasmiylashtirilganmi? Agar pensioner hech qanday yolg'on ma'lumot bermagan, hujjatni yashirmagan, xato organ tomonidan bo'lgan bo'lsa, ayrim holatlarda undirish tartibi bahsli bo'lishi mumkin. Buni albatta yozma javob va zarur bo'lsa huquqshunos yordami bilan ko'rish kerak. To'rtinchi nozik jihat. Bank kartasi va pensiya hisobini adashtirmaslik. Bank faqat kelgan pulni beradi. Pensiya miqdorini bank belgilamaydi. Agar kartaga kam pul tutsa, avval bankdan ko'chirma oling, lekin asosiy savol pensiya organiga bering. Bank ko'chirmasi sizga dalil bo'ladi. Qaysi sanada qancha pul tushgan, qancha yechilgan, qayerga o'tkazilgan, pensiya organidan esa hisob-kitob va ushlab qolish asosini so'raysiz. 5-nozik jihat. Ishonchnoma orqali pul olayotganlar. Ba'zan pensionerning o'zi bankka bormaydi. Farzandi yoki qarindoshi kartani ishlatadi. Keyin pensioner menga kam tushyapti deydi. Lekin aslida karta orqali xarajat qilingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun avval bank ilovasidan yoki filialdan to'liq ko'chirma oling. Pul umuman tushmaganmi? Kam tushganmi yoki tushib keyin yechib olinganmi? Buni aniq ajratish kerak. Chunki har bir holatning yechimi boshqa. Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz oladigan pensiya miqdorini yozib chiqing. Oxirgi 6 oy yoki 12 oy bo'yicha kartaga tushgan summalarni bank ko'chirmasidan tekshiring. Har oy bir xilmi, qaysi oy kamaygan, qaysi oy ko'paygan, qachon ushlab qolish boshlangan, bularni jadval qilib yozing. Oddiy daftar ham bo'ladi. Sana, tushgan summa, kutilgan summa, farq. Ikkinchi qadam, pensiya tayinlangan hujjatlaringizni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, o'qish joyida ma'lumotnoma, nikoh yoki tug'ilganlik guvohnomalari, sud qarorlari yoki ijro hujjatlari bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Hujjat tarqoq bo'lsa, masala cho'ziladi. 3-qadam. Yashash joyingizdagi pensiya organiga yozma ariza bering. Og'zaki so'rash yomon emas, lekin og'zaki gap havoda qoladi. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdori va oxirgi davrda amalga oshirilgan to'lovlar bo'yicha batafsil hisob-kitobni berishingizni. Pensiyamdan ushlab qolish mavjud bo'lsa, uning huquqiy asosi, miqdor va muddati haqida yozma ma'lumot taqdim etishingizni so'rayman. Agar sizda qo'shimcha staj yoki ish haqi hujjati bo'lsa, ushbu hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozing. 4-qadam, arizani 2 nusxada tayyorlang. Bitta nusxani topshirasiz, ikkinchi nusxaga qabul qilingan sanani, ro'yxat raqamini yoki mas'ul xodim belgisini oldirasiz. Agar elektron murojaat yuborsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Men doim aytaman, raqam va sana bo'lmasa, keyin qachon murojaat qilgansiz degan savolga javob berish qiyin bo'ladi. 5-qadam, javobni kuting va javobni diqqat bilan o'qing. Javobda faqat hammasi to'g'ri deyilsa, lekin hisob-kitob ko'rsatilmasa, yana aniqlashtirish so'rashingiz mumkin. Sizga pensiya qanday hisoblangani, qaysi staj davrlari kiritilgani, qaysi ish haqi davri olingani, ushlab qolish bo'lsa, qaysi hujjat asosida qilinayotgani tushunarli bo'lishi kerak. Oddiy pensioner hisobchi bo'lishi shart emas. Lekin o'z pulining nimadan iboratligini bilishga haqli. 6-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga yoki tegishli tartibda shikoyat qiling. Shikoyatda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing.
Men norozi bo'ldim degandan ko'ra 1990-1998 yillardagi ish stajim arxiv ma'lumotnomasi bilan tasdiqlangan bo'lsa-da, pensiya hisobida aks ettirilmagan degan gap kuchliroq. Pensiyamdan 2024 yil mart oyidan boshlab har oy 300 ming so'm ushlab qolinmoqda. Lekin menga ushlab qolish asosi bo'yicha qaror nusxasi berilmagan degan gap aniq va tekshiriladigan murojaat bo'ladi. 7-qadam. Yolg'on vositachilardan ehtiyot bo'ling. Men tanish orqali pensiyangizni oshirib beraman. Oldindan pul bering, qaytariladigan summani chiqarib beraman. Hamma pensionerga falon million berilyapti degan gaplarga ishonmang. Pensiya masalasida asosiy yo'l hujjat, rasmiy murojaat va qonuniy qayta hisob kitobdir. Hech kim sizdan noqonuniy to'lov talab qilishga haqli emas. Agar kimdir pul so'rasa, bu alohida xavf belgisi. Men amaliy namuna sifatida mazmunni aytaman. Arizada avval kimga murojaat qilayotganingizni, o'zingizning FYsh, manzil, telefon raqamingizni yozasiz. Keyin masalani aniq bayon qilasiz. Men yoshga doir pensiya olaman. Oxirgi oylarda pensiya miqdorida kamayish kuzatilmoqda. Yoki pensiya tayinlashda falon yillardagi ish stajim hisobga olinmagan deb hisoblayman. Yoki yangi arxiv ma'lumotnomasini taqdim etyapman. Shundan keyin talabni yozasiz. Hisob kitobni tekshirib, qonuniy asos bo'lsa, pensiyamni qayta hisoblab, kam to'langan mablag'larni belgilangan tartibda to'lab berishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Asl hujjatlarni imkon qadar o'zingizda saqlang. Faqat talab qilinganda ko'rsating. Nusxalarga asliga to'g'ri degan tasdiq kerak bo'ladigan holatlar bo'lishi mumkin. Buni joyida so'raysiz. Har bir ilovani arizada sanab o'ting. Mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, bank ko'chirmasi, pensiya guvohnomasi nusxasi va hokazo. Hujjat ko'p bo'lsa, tartibli bo'ling. Chunki tartibli murojaat tezroq tushuniladi. Bu savolga men ehtiyotkorlik bilan javob beraman. Chunki hamma holat bir xil emas. Agar xatolik aniqlansa, avval pensiya organi hisob kitob qiladi. Kam to'langan summa qaysi davr uchun, nima sababdan, qaysi hujjat asosida yuzaga kelgani aniqlanadi. Keyin belgilangan tartibda to'lov amalga oshiriladi. Ba'zan bu keyingi oy pensiyasiga qo'shib berilishi mumkin, ba'zan alohida to'lov bo'lishi mumkin. Ba'zan esa masala qo'shimcha tekshiruv talab qiladi. Muhimi, siz jarayonni yozma hujjatlar bilan yuriting. Agar sizdan kutib turing deyishsa, kutish muddati ham chegarasiz bo'lmasligi kerak. Murojaat raqami bo'lsa, javob muddatini kuzatasiz. Javob kelmasa, qayta murojaat qilasiz yoki yugurib turuvchi organga falon sanada murojaat qilganman, javob olmadim deb yozasiz. Men tajribada ko'rganman. Tartibli sanasi bor. Hujjati bor murojaat ko'pincha og'zaki shikoyatdan ancha samarali ishlaydi. Bugungi mavzuning eng muhim joyi shuki, pensioner o'z pensiyasi bo'yicha savol berishga, hisob kitobni so'rashga, hujjatlari qayta ko'rib chiqilishini talab qilishga va asossiz ushlab qolingan yoki kam to'langan mablag' bo'lsa, uni qaytarishni so'rashga haqli. Lekin bu avtomatik ravishda hamma pensionerga pul tarqatiladi degani emas. Asos bo'lishi kerak. Noto'g'ri hisobga olinmagan staj, yangi topilgan ish haqi ma'lumoti asossiz ushlab qolish yoki to'lovning noto'g'ri to'xtatilishi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq oxirgi pensiya tushumlaringizni tekshiring. Hujjatlaringizni tartibga soling. Agar shubha bo'lsa, yozma ariza bilan murojaat qiling. Ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga ham yordam bering. Chunki ko'p keksa insonlar bu jarayonni o'z yuritishga qiynaladi. Bitta arxiv ma'lumotnomasi, bitta bank ko'chirmasi yoki bitta yozma murojaat ba'zan oyma-oy yo'qotilayotgan pulni qaytarishga sabab bo'ladi. Sizning holatingizda pensiyadan pul ushlab qolinayotganmi? Pensiya miqdori tushunarsizmi yoki qo'shimcha staj hujjatingiz bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensionerlar huquqi va pul masalalarida bunday muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik kerak.